Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astag'firu billah. Alloh sizlarga yerni bo'ysundirib qo'ygan zotdir. Uning har tarafida yuravering. Alloh bergan rizqni tanovul qiling. Qayta tirilish Allohning huzurigadir deydi. Bu oyat karima bilan Alloh taolo bizlarga biron bir maqsad bilan, tijorat bilan yoki sayohat bilan dunyoni kezish, safar qilish mumkin ekanligini bayon qilyapti. Bilamiz, safar yaxshi narsa. Safarda bir qancha foydalar bor. Inson safarda ko'plab ibratlarni oladi. Stressdan qutulishi oson bo'ladi. Dunyo qarashi, fikrlashi kengayadi. Bilmagan narsalarni o'rganadi. Dinimiz mana shu safarni qanday bo'lishi kerakligi, uning hukmlari yu odoblarini bizlarga o'rgatadi. Avvalo safarga chiqayotgan odam niyatini to'g'ri qilish kerak. Yaxshi niyat bilan inson har qanday amaldan ajr oladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, kishi uyidan chiqqanida unda ikkita bayroq bo'ladi. Biri farishtaning qo'lida, ikkinchisi shaytonning qo'lida. Agar u Alloh rozi bo'ladigan amallarni qilish niyatida yaxshi amallar uchun yursa, farishta bayrog'i bilan unga ergashadi va to uyga qaytguncha farishtaning qanoti ostida bo'ladi. Agar Alloh g'azab qiladigan yomon amallar uchun yursa, bayroqni ko'tarib unga shayton ergashadi, to uyga qaytguncha u shaytonning bayrog'i ostida bo'ladi deganlar. Safarga chiqayotgan odam shuning uchun ham avvalo niyatini, maqsadini go'zal qilishi lozim bo'ladi. Musofir uchun yana bir narsa borki, odamlardan oldi berdisi bo'lsa yoki omonati bo'lsa, ularni ado qilib, ana undan keyin safarga chiqishi kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotganlarida Hazrati Aliga odamlarning omonatini topshirganlar. Hazrati Ali omonatlarni egalariga yetkazib, ana undan keyin Rasulullohning ortlaridan hijrat qilib Madinaga borganlar. Safarni odoblaridan yana biri solih yo'ldosh tanlash. Ham solih bo'lsin, ham o'zingizga yoqadigan, bugungi tilda aytganda bir jini suyadigan odam bo'lsin. Solih odam hamroh bo'lishining foydasi, safar mashaqqat bo'ladi. Safar qiyinchilik bo'ladi. Odam ba'zida safarning qiyinchiligiga aldanib, ibodatlarga beparvo bo'lib qoladi. Agar hamrohingiz solih bo'lsa, ibodatlarda sizni yaxshilikka, Allohning amriga chaqirib turadi. Uni sizga yoqadigan inson bo'lishligi safarning mashaqqatini biroz kamaytiradi. Agar yomon ko'rgan odamingiz bilan yurib qolsangiz, arzimagan narsalar ham sizga katta muammo bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun o'zingiz yaxshi ko'radigan va solih insonlar bilan birgalikda safar qiling. Safar oldidan 2 rakat namoz o'qib, safarni xayriyotini, yaxshiligini, uni mashaqqatlarini aritishini Allohdan duo qilib so'rash ham safarning odoblaridan hisoblanadi. Sahoba ikromlar ham, avvalgi o'tgan salaf solihlar ham safarga erta tongda chiqar edilar. Chunki Nabiy alayhisalom duo qilganlar, "Ey Robbim, ummatimning tongiga, sahariga baraka bergin" deganlar. Shuning uchun boy, mashhur savdogar sahobalar ham karvonlarni aynan tong saharda yurgizganlar. Shuning uchun safarga tong saharda chiqish dinimizda tavsiya qilinadi. Safarni mashaqqat deb aytdik. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytganlar, safar azobdan bir bo'lak deganlar. Oysha onamiz aytadilarki, agar Nabiy alayhissalom shu hadisni aytmaganlarida men safarni to'laligicha azob degan bo'lardim deganlar. Shuning uchun dinimizda ayollar safarga mahramsiz chiqishlari mumkin emas. Chunki safar mashaqqat, dinimiz esa ayollarni mashaqqatga yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Safarning masofasi qancha bo'ladi? Jami' Sag'ir kitobida keltiriladi. Safarning masofasi piyoda yurish yoki tuyaning yurishida 3 kecha kunduzlik miqdor. Bugungi kunda ulamolarimiz buni 90 kilometr atrofidagi masofaga to'g'ri keladi deganlar. Agar bir kishi
mana shu 90 kilometr atrofida bir manzilga safar qilsa, u piyoda bo'lsin yoki tezyurar ulovlarda bo'lsin, farqi yo'q, musofir bo'ladi. 14 kun yoki undan kam muddatda ortga qaytishni niyat qilgan bo'lsa, bu odam namozlarni qasr qiladi. Agar Ramazon bo'lsa, ro'zani tutmaslikka unga ruxsat bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Biz xorijiy mamlakatlarda ishlaydigan vatandoshlarimizni musofirlar deb aytamiz. Ammo ular hozirgi kitoblarda aytilgan namozni qasr qilib o'qish, ro'zani tutmaslikka ruxsat olish darajasidagi musofirlar emas. Agar ular 14 kundan ko'p muddatni niyat qilgan bo'lsalar, garchi o'zga yurtda bo'lsalar-da, namozlarni to'liq o'qiydilar, Ramazon ro'zasini ham tutadilar. Safar deganda biz eng muqaddas safar bu haj va umra safarlarini tushunamiz va uni niyat qilamiz. Ilohim Robbimiz barchamizni o'zini baytiga ko'p mehmon aylasin. Nabiy alayhissalomni bu dunyoda ziyoratlarini yu oxiratda shafoatlarini barchamizga nasib qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.